o'rtalarga bittada ikkitasi bedeni. yo ko'chatlar yaxshi-yu, quruq yaxshilash bitmaydi-da, u nima kerak-da? O'shadan. O'tin bas-da turib. Yo'q, buni Bu hozir orasida chaynatuvchilar bormi, yo'qmi? Yo'q. Endi imini yo'q, egilgan. yo'q. Hech qisqa yo'q. Bir ulatdik sarı gilaysiz. Yana ulataverish kerak. Bu yerda abreska, sabreskalari bunday nimalari Abreska ozmaz, Gustavo Ataga o'xshayapti. O'shadan Gustavo Atani ko'proq. Abreska kim qilyapti hozir? abreskani O'zbekistondan eksport qilib Prosta mandaydan siz birorta daraxtni ko'rsatib berishingiz kerak-da. Mana manday qilasan deb abresklarga qilavergila deb ketishingiz kerak emas. Ular o'zi bilib qilaveradi-da. aka men o'shondayman. Keling, olib keling. Yo'q. Men o biletni olib keling ular. Yo'q. Men o'zim O'sha bilmayman-da. biladigani ham eplab-septab pul olib ketadi-da. Men o'zim bilmayman-da. Yo'q, uni o'sha o'rganish kerak. O 40 pesa, o'pida ketaveradi. Yo'q. Abreska ko'proq-da manda, Aybjon. Buna. Chekasi o'ni rishotka, setkadan to'sqonman. Olmasam biz abreskalarga qaraganda shox ko'p-da. Ya Severkin var gördüm. Severkin o'sha bunday nimayda ko'p. Men hali pastatish kerak desa analarni ham bağı o'ribmda. Tag bunday bo'lib ketgan yillar ham borda. Tagin cho'ng'oytish kerak desa men gupillar nima qilib o'ribmda bularni. Ya tak normalno. O'tgan yili meva olgan bo'lsak, o'sha apelsin. Qandatuvchi. Keyin shu chaynatgan yordam bera turgan dorilar и abreska. Abreskani ozmas ko'proq qildirasdan narigizga. Siz o'ylaymizki, mana shoxni ko'proq qistirsak, mo'madan quruq qoldik deb o'ylaymiz. A faktichески mancha mevadan sotalmaysiz yo qilolmaydi. Lutchi manda oling, o'sha tonnani beraveradi. Zato sotishda manda galstukni to'g'rilab sotaverasiz. O'sha aka buni ola olmaysiz. Men hozir 50 kilo ko'rsangiz 5 yillik deydi. 30 kilo beradi otadi. O qayoqda bu? 1 kilo ham yo'q-da bu da. 1 kilo yo'q. Ne bo'lganda? Bultirlar yaxshi bo'ldi-da baribir. Bu hali bo'lalikda. Bu bir yil ham oladiz bu. Aybjon bu 1 yil ham meva qilmabdi. Yo'q, 1 yil o'shada hozir endi uylabdi. Endi o'sha vaqtda o'tganda olganini ko'rsangiz. Guldog'anini, Guldab yo'q, makaday bo'lguncha oldi. Ya, uni olaveradi. Mana, qarang. Ya bo'ldi, uni olaveradi. Nidan oshunida? Mana. Olgandari, mana. Ya, onda bo'laveradi. O chaynlashmagandan tashlab yubordi-da. Biz o'shani olsa bo'ldi deb turib, eritamiz. Kurangi ko'rinib qolsa. O nidan oshunday. Yaxshi chaynlanmagan. Chachamiz degan o'shani ko'rib turibdi. Yo'q. Ali o'rtag'ingga birdan qisqardi. Chaynlatuvchilik ko'rish kerak. Aybjon. Chaynlatuvchilik ko'paytirib. Iloji bo'lsa har biriga. Aybjon, bunda bo'lsa o'rtalarga bittada ikkitasi ham bo'ladi. O'rtada ikkita. O'shada mana, qara. Metrdan so'ng ikkita. Mana ikkita daraxt bor. O'rtasiga bitta eking, narigi o'rtasiga eking, mana o'rtasiga eking, ekib tashlavering. Iloji bo'lsa ancha-muncha ulang ham. Yo, bir 300 ta bulatdim. Onalardan ulatdim nimalarni, sargilasdan. Qanday spadrat ulatdingizmi? Yo'q. Saqmat. Iloji bo'lsa hammasiga ulatish kerak bittada. Ko'proq ekin. Ani burchagizdan nima ko'p ekan. Ko'p yer yo'q. Kvadrat ekib tashlang 1 metrdan qilib. Eking. Tovushda bo'lsa tushmalar va jigana chachasi, boshqa chachasi bo'y xolos. Shu joy bor ekan. Kakra bu hali kichkinada. Abreskada kesal manda qochirib olaverasiz mana daraxtdan. Bo'ldi, endi xudo qolsa ularni ham ko'rib, mana bu yog'i 7, bu yog'i 6 ga kelgan. Buni hozir yana bu yil bo'lib qolar, u yil bo'lib qolar demang, bo'voy. Shularni qilmasangiz bo'voy. Egilish sistemasi cho'tga egilib turibdi. Zot o'shacha mana oralariga eksa, hozir traktor ham kiraveradi, mashina ham kiraveradi, porter ham kiraveradi, o'g'a ham mishat etmaydi. Qarang, shuncha joy turadi. Mana yerga texnika juda. Mana texnikani hozir buna bedeni nima qilib qo'yganmizda, mana bir
Firmanisiga kirib ketadi. Bo'ldi, mana bu yoqqa mishat etib nerga. Ana kichik kasilka bilan, kichik traktor bilan. Buni yerda olib ketamiz. Tozalaydi. Keyin o'rtasini o daraxtlar tayinana qadar. Ha. Zo'r. Yani terimgacha tozalaymiz-da. O'sha gilos termida-da. Ha. Ha, men o'zim marqini. O'tganda bir frezletib qo'ydim, yana bitta frezletib qo'ydim. Bo'ldi, o yoqqa men hozir nima qilsam, просто bu yerga turadi. Frezletib qo'yaman. Bu yoq 8 yillik oyoqchi. Yo'q, 13 yillik. Ata bobizni sostanasi zo'r. Ko'rmadingmi? Hadi kasal bo'lib turganlarni ham olib tashlab o'rniga ham eko'radi. O'rniga eko'radi. Ya siz buyoqqa ulagansiz-da, siz buyoqqa ulash kerak emas-da. Onu o'dodan qalin bitta shox Mana topib yerga ulash deng, kerak. ha, Конечно, kun tiyish kerak. Bu kun tiyversa bu yerda 5 yil tutasiz buni yana. Mana ustida uni qalin shoxni, kamida manda shox bo'lsin, tezda bo'ladi. Bunda siz yana 4 yil, 5 yil bekor umringiz o'tadi. Qalin shoxga ulasa tezda bo'ladi. O'shandan shox olib ham ulaganda mana bitta ulagansiz, to'g'rimi? Ikkita ulaganingizda, ikkitasidan bittasi ko'ktab qolsa, bittasini olib tashlash o'ng'oyda. Tushundingizmi? Ikkitadan ulatavering, u kattalariga. Shu yerda shu menimcha, aytdim. Abreskeys shoxi ko'proq olasiz erta bahorda. Yengillashingiz kerak. Nimada avgust olsa qo'yib. Bo'ladi. Avgust olsangiz Qo'yim, avgustda nima olalar? Nargini olaman. Shuni ko'rib bering. Ata kasal yaxshi betlarda. Mitovka yo'q-da, to'g'rimi aytjon? Barglari ham uni toza. Men 2 yo'l ketdim. Bu qaysi boqqa ketsam sirozı kasal izlaydi. Yo'q yerdan ham izlaydida, ko'rdingiz to'g'riladi. Mitovka kasal izlaydi. Hozir o'sha kecha men oddiy ham bilmay qolib boshlab qancha ko'cha. Anani o'rtadan Ko'rdingiz, mana shuni qarang, babsheda. Qo'yuqligini qarang, ichiga kun ham tiyib, shamol ham juraydi. Ko'ryapsizmi? Qo'lni osarish kerak ekan. Babshi, mana shuni qarang, babsheda qalin. Mana mollar ham qalin. Abreskani ham. Mana manda bo'lsa qachon, manda примерно ko'ring, bu jalsaga yaxshi to'xtab olganiga olib chiqaradi-da. Ha, ayni gap. O'sha manular aynimasi ham o'shanday bo'lishi kerak. Mana qarang, slishkim bu. Slishkim. Atak forma zo'r, gap yo'q. Zo'ru? O'zini qo'l yaxshi kerak, ha? Ha. Nimaga? Aplikin, çok az. Qarang mana, maylarga tashaveradi. Oralarga, mana qurganlarda o'tdi. Burada bo'lsa, ana haliga yuztadan ikki tashlab, ulab tashlasangiz ham bo'ladi. Obloq variant, ko'rsatga qarab-da. Katta shoxga ulasangiz, o'zingizga material bo'lib qoladi. Keyin shox ham izlab yurmaysiz. Bir yil, yarim yilda o'zingizga normal material bo'lib qoladi. Birovdan so'rab yalinib yurmaysiz. Shap olib ulab tashlaveradi. O'zingiz o'rganib olsangiz, Abreska mal juda bo'lsa, biz yoqqa borib uylanib keling. Yo bir seminar uyushtiramizmi?